Assalomu alaykum. Mana azizlar, ota-onamga shashlik tayyorladim. Mana shu ota-onam shashliklar yeb yursin deb qassobchilikni tanladim. Hozir pishirib beramiz. Mazza qilib yeb oladi. Sizchi, siz azizlar, sizlar ham ota-onangizga shashlik pishiryapsizmi? Agar shashlik pishirayotgan bo'lsangiz, like bosib qo'ying. Ana bunisi boshqacha bo'ldi-da. Mana shashlikchi chiroyli pishyapti. Yelpiymiz. Agam bilan yelpiymiz-da. Mazza qilib yevoladi. Agam bilan opam. Ana. Otam bilan onamga shashlik pishiryapman. Mana qo'l bola qilib. Birodarlar, agar sizni ham ota-onangiz bo'lsa, qo'l bola qilib ana shunaqa qilib shashlik pishirib beringlar. Bitta like bosib qo'yinglar. Mana birodarlar, yo'talmang. Borimiz. Chiroyli pishyapti. Chiroyli qilib like bosib qo'yinglar. Kaboblarimiz pishyapti. Chiroyli bo'lib, qo'l bola kaboblarimizni egalariga yetkazamiz. Otam bilan onamga.